Xorazm viloyati Bog'ot tumani Navoiy hududida Ozod Xudoyor fermer xo'jaligida Isipon bir hafta oldin sepilgan edi shu dala. Hozir akis mutaxassislar bilan shu dalaga kelib ko'rib, Isipon natijasini ish bo'lganda birgalikda ko'rib turibmiz. Isiponni sepilgan dalamiz bu yerda 1 litrdan sepganmiz. Dalada ajoyib natija zo'r. Paxtalar ochilishni boshlagan. Ko'raklarimiz pishgan, yetilgan. Yarpoqlarimiz yana pishib, asta-asta to'gilyapti. Yiriklashib, ortiqcha nelar tushib qolgan o'zi, go'l chonalar. Bu endi asosiy oziqani ko'chakka beradi. Ko'chagimiz ham o'zi pishishni boshlagan. Bir xilidan. Hozir bir ko'chak bir neni sanasak, kamida 8-10 dona tayyor ko'chak turibdi. Hozir buni neda paxtada paxtani o'lchab ko'rsak, nishon 8 grammdan kelib turibdi bir paxtamiz lopi bo'ldi. 8 gramm ina. Tayyor ko'chagimiz yana aytaman, kamida 8 berdi. Kamida 8. Dipsana bu qo'sh qator bo'lgan sababli hozir 220 ming ko'chat. 220 ming ko'chat. Millionga kelgan otiz. Isipondan o'sha maqsad, paxtani qaratib, paxtani tanimdagi kuchni haligi maydalashgan ko'saklarga berish. Bir, ikkinchidan, mana bu yaproqlarni sal burishtirib, quyosh energiyasini, teyidagi ko'saklarni ochiltirish maqsad. Shuni oldin ekilgan dalalarni hozir birma-bir ko'ryapmiz. Hamma fermerga tavsiya qilamiz, gektardan 1 litrdan Isipondan urishni tavsiya berib qolamiz.